Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Oldingi asrning 20-yillarining oxirida Yan Shishan, Feng Yushang, Li Zongrin qatorliq yerlik kuchlar tez zo'rayib, amdili vazifaga o'ltirgan milliy hukumatning raisi Jiang Zeminning beshini og'ritdi. 1929 yilning boshlari oyoqlashgan harbiy shtatdan qisqartirilgan xodimlarni qaytarish yig'inida Jiang Zemin Kuomintang markaziy komitetining nomida yerlik qismlarni qisqartish buyrug'i tushirib, Yan Shishan bilan Feng Yushangning qismlariga oshkora zarba berdi. Lekin Li Zongringa ortiqcha ko'ngil bo'lib, uning qismlarini cho'ng ziyonga uchratmadi. Boshda Li Zongringa ko'ngil bo'lib ketgan Jiang Zemin nima uchun tuyuqsizlik Guangxi sistemasidagilar qo'l ostiga o'tib ketdi deydi. Amdili vazifaga o'ltirgan milliy hukumat harbiy ishlar kengashining raisi Li Zongrin nima uchun tuyuqsizlar Nanjingdan ketib qoladi? Li Zongrin mengishdan bir kun burun atdiganda milliy hukumat dengiz armiya mahkamasining boshlig'i Chen Shaokan uni yo'qlab kelgan. U Li Zongrindan Wuhan tarafdan biror xabar topshirib olmaganligini so'raydi. Li Zongrin Hubei tarafdan hech qanday xabar yo'qligini aytadi. Bu chaqda Chen Shaokanning chiroyi tutilib ketadi ham o'rnidan turib Li Zongrin bilan xo'shlashadi. Li Zongringa bu ish g'alati bilinadi ham Xatchak uyiga biror xabar bor yo'qligini uqib kelishga odam avatadi. Xatchak uyiga degandek bir parcha telegramma keladi. Li Zongrin telegramini ko'rib bo'lgandan keyin chiroyi boshqacha bo'lib ketadi. Keyin u o'z xotirasida jahonda ajoyib qiziqarli ishlarning bo'ladiganligini tilga oladi. Li Zongrin endi turaverishga jur'at qila olmay Shanxayga qarab mangdi. Bir parcha telegramma nemishqa nurg'un janglarni boshdan kechirgan Li Zongrinni shuncha qo'rqitib etadi. Nima uchun uning Nanjingdan oldirab denab ketishga sabab bo'ladi? Amaliyotda telegrammadagi mazmun to'limi qisqa bo'lib, telegrammada Hubei Xunanga harbiy harakat qo'llandi. Telegrammani topshirib ilibla Nanjingdan keting deyilgan. Li Zongrin topshirib olgan Shaoining telegrammasida Xunan bilan Hubei urushib ketdi. Darhol Nanjingdan keting deyilgan. Li Zongrinmi Nanjingda turaverishning xatarli ekanligini biladi. Shunga u ko'zimni davolataman degan bahona bilan Shanxayga qochgan. O chaqda Shanxay shahrining boshlig'i Zhang Dingfan edi. Zhang Dingfan Bai Chongshi bilan obdan o'tadi. U ilgari Bai Chongshi bilan Baodingdagi harbiy maktabda birga o'qigan. Guangxi sistemasidagi qarashli qismdagilarning soni ko'p bo'lmasa-mu, lekin egilgan yeri xilali cho'ng. Asosli qismi Hunan Hubeilarni egillagan. Bai Chongshi Shanxay yonidan Tianjingacha bo'lgan joylarni kontrol qilgan. Li Jishin Guangdong Guangxilarni besib olgan. Hunan bilan Hubei Guangxi sistemasidagilarga qaraydigan zamin tursa, nemishqa o'zaro urushib ketdi? 1929 yili 2-oyning 19-kuni bir pikap Hubeining Hanko'dagi sobiq 4-chi Jituanjun qo'mondonlik shtabining darvozasi oldiga kelib to'xtaydi. Pikapdan ofitser siyoqidagi o'rta yosh biraylar tushib, Hubeining harbiy amaldori bilan ko'rishishni talab qiladi. Li Zongrin o chaqda Nanjingni bo'lg'ashqa, Hubeyni uning qo'l ostidagi qo'mondonlardan Guangxi sistemasi 7-junning Junjangi Shaoei, 18-junning Junjangi Taojun, 19-junning Junjangi Huzing dolar boshqaradi. Bu bir necha junjang o'tir yosh biraylar bilan ko'rishgandan keyin qo'mondonlik shtabida xeyli uzungacha maxfiy suhbatlashadi. Ikkinchi kuni Shaoei qatorliqlar qo'shin tashlab Xunanning Changshaga hujum qiladi. Xunan o'lkasining shu chog'dagi raisi Lu Diping mudofaa ko'rishga ulgurolmay Jiangxi tarafga chekinadi. Shaoei yana Lu Dipingning vazifasidan qilishini tashabbus qiladi. Mana bu milliy hukumat tarixida yuz bergan mashhur Xunan voqeasi. Bu uzun o'tmay Jiang Zemin bilan Guangxi sistemasi o'rtasida urush portlashning sababi bo'lib qoladi. Xunan voqeasi chaqmoq tezligida yuz berdi. Bularning hammasi bir sirliq mehmon bilan munosabatlikda qiladi. Undaqda u zodi kim? Bu qitimliq ishga urush yana qandoq portildi? Kelgan bu mehmon Changsha 19-shisining Shijangi bo'lib, ismi He Jian edi. He Jian taxallusi Yunja ilgari Xunan armiyasidagi Tang Xingjining qo'l ostidagi odam bo'lib, keyin Jiang Zeminga beqilgan. Xunan Changsha 19-shisining Shijangligiga tayinlangan. He Jian degan bu odam shamolning yo'nalishiga qarab ish ko'radigan, to'plandan to'g'ash o'g'irlaydigan odam. Uning yovuzlarcha istigiba bo'lib, uzundan buyon Xunanliklar Xunanni idora qilish kerak deb jarsib kelgan. Uning bu shuardan Xunanga bo'lgan oshko'z niyatini bilib olib bo'ladi. Va Shaoei bilan ko'rishib orig'i bo'lgunchilik selib, Xunan Hubei o'rtasidagi ishki urushni qo'zg'agan. O'zada qandoq cho't so'qmoqchi. Ya'ni u Li Zongrinning qo'li orqali Lu Yipingni qo'g'lab o'tmoqchi. Yana markaziy armiyaning qo'li bilan Guizhou guruhini qo'g'lab chiqarish orqali Xunanni ilkiga olmoqchi bo'lgan.
Aslida Xejian Xiaowei qatorliqlar bilan ko'rishgandan keyin ularga alohida maxfiy axborotni oshkorlagan. Ya'ni Jiang Jieshi su yo'li orqali Jiangxidan zo'r turkum qurol yarog'ini yo'tkab, Xonan o'lkasining raisi Lu Yipingga topshirdi. Uning maqsadi Li Zongren Nanjingda turgan fursatdan foydalanib, Hubeiga hujum qilish edi. Shimolga yurish qilish urushi davrida Xiaowei qatorliqlarning urush natijasi Jiang Jieshining birinchi Jituan junidan ko'rinarli bo'lganlikdan ko'rsatgan xizmatidan mag'rurlanib yurdi. Bu chaqda ular Jiang Jieshining o'z territoriyasida yoshirin harakat olib borganligini bilib, qattiq g'azablandi. Bir nechasi maslahatlashgandan keyin jangda chaqqonlik qilmasi bo'lmaydiganligini pamlab, darhol Xonanga hujum qilishni qaror qildi. Xabarning oshkorlanib qolishining oldini olish uchun ishdan keyin ondan Li Zongrenga ma'lum qildi. Xejian bo'lsa, Xonan vaqasidagi xalqiliq shaxs. Lu Yiping vazifasidan qoldirilgandan keyin u darhol Xonan o'lkasining raislik vazifasini ustiga olib, Xonan askariy kuchining huquqini qo'lga oldi. Xejian qarmoqqa har qanday guruhga tava emasdak, faqat ishi o'ngga tortganda ordan foyda oladigan odamdek qiladi. Bu vaqtda Li Zongren bilan Xiaowei qatorliqlar buni taqib bilmaydi. Ular boshqalarning qurgan qapqirniga qadamma-qadam yiqilishyotdi. Xejianning kaynida yana parda oqisidagi odam bor edi. U bo'lsa-mu milliy hukumatning raisi Jiang Jieshi edi. Uning maqsadi faqat birla, ya'ni Guangxi guruhini tarmol qilish edi. Ayni vaqtdagi Jiang Jieshi markazning huquq markazlashtirishini kuchaytirish, yerlik kuchlarni ojizlatish to'g'riliq qattiq bosh qotirdi. Ammo uning askar qisqartish buyrug'iga joylar ko'rinishda itoat qilganda qilgan bilan ostirdan xiloflik qildi, ham haqiqiy ijro qilmadi. Aksicha, Yan Shishan, Feng Yushang, Li Zongrenlarning kuchi borgan sari zo'rayib, Jiang Jieshi bilan bo'lgan ziddiyati kun sari kaskinlashdi. Qanday qilganda ularni tarmar qilg'ili bo'ladi? Buning uchun kimning avval pichoq ko'targaniga qarash kerak. Jiang Jieshi hadab kalla qatirishga boshladi. Mana shu bir odamning Jiang Jieshi bilan ko'rishishni talab qilishi bilan uning ko'nglida o'ylaganlari ijilib qoldi. Yang Yongtay qadimda harbiy olimlar yaqindagilar bilan tuqqan bo'lib, yiroqdagilarni al qiladi. Bu hozir oqmaydi. Shunga iqimga qarshi harakat qilgan a'lo. Harbiy vosita bilan kuchi ojiz 4-Jitanjuni bartaraf qilish, siyosiy vosita bilan 3-Jitanjuni bartaraf qilish, iqtisodiy vosita bilan 2-Jitanjuni bartaraf qilish kerak deb qaragan. Mushunda qilganda barliq huquq tabiiyla Jiang Jieshining qo'liga o'tadi. Bu so'zdan Jiang Jieshining ko'ngli pallada yo'rib ketgan. Bu keyin bir mahal jahonni zilzilaga solgan beqindilarni yo'qotish taktikasiga aylangan. Yang Yongtay keyin Jiang Jieshining muhim maslahatchilarining biriga aylangan. Yang Yongtayning taklifiga asosan Jiang Jieshi avval Guangxi sistemasining kuchini yo'qotishni tanlaydi. Undaqda Jiang Jieshi bilan atoq inisi Li Zongren orasida qanday adovat bor? Jiang Jieshi nima uchun Guangxi sistemasini tanlaydi deganda sababi nihoyatda oddiy. Birinchidan, Guangxi sistemasining ahvoli uningga o'xshash. U avval Janubiy Jungoni muqimlashtirishi kerak. Yan Shishan bilan Feng Yushang shimoldagi amaliy kuchi zo'r guruh. Guangxi sistemasi bilan u janubdagi amaliy kuchi zo'r guruh. U avval janubni birlikka keltirishi kerak. Shunga Guangxi sistemasini yo'qotish uningga nisbatan nihoyatda muhim. Ikkinchidan, Guangxi sistemasi bilan Jiang Jieshi orasidagi adovat hal bo'lmagan edi. Jiang Jieshi 12 aprel siyosiy o'zgarishdan keyin tunji qitim taxtdan tushishiga Guangxi sistemasining majburlaganligi sabab bo'lgan. Bu kona adovat. Jiang Jieshi Li Zongrenga burunla adovat saqlagan, harbiy shtatdan qisqartirilgan xodimlarni qaytarish yig'inida u maqsadli holda Li Zongrenning salohiyati va o'rnini ko'targachga yosh Li Zongren Yan Shishan va Feng Yushang bilan tang o'rinda turgan. Bu Yan Shishan bilan Feng Yushangning noroziligini qo'zg'agan. Jiang Jieshi yana ostirdan Feng Yushang bilan Yan Shishanning ifodasini sinagan. Avval u Feng Yushangni Tangshanga taklif qilgan. Jiang Jieshining Tangshanda bir da'visi bo'lib, Feng Yushangni yuyinib, pechini yeyishga taklif qilgan. Bu jarayonda Jiang Jieshi ba'zilarning shimolga yurish qilish urushidan keyin kuchini tez zo'raydi. Shanxay, Beiping, Wuhan, Guangzhou qatorliq 4 cho'ng shahar ularning qo'lida. Ular markazning so'zini anglamaydi degan. Bu so'z kimga qarshi? Uning degani Guangxi sistemasi qismi bo'lib, Li Zongrenning qismi edi. Shimolga yurish qilish urushidan keyin bu 4 joy Li Zongrenning qo'lida bo'lib, Jiang Jieshining maqsadi Li Zongren bilan Feng Yushangning munosabatini buzish edi. Yan Shishan yuzaki jihatdan markazning o'rinlashtirishiga bo'ysunaman degan bo'lsa-mu, lekin uzun o'tmaylar Nanjingdan ayrilib Sanshiga ketdi. Uzun o'tmay Feng Yushang kasalni bahona qilib Nanjingdan ayrildi. Jiang Jieshi fursat kelganligini ko'rib g'am qilib o'ltirmadi. U eng tez sur'atda Guangxi sistemasining yerini egalladi. Qo'shin tortish sababi buningdan necha oy burungi ziyofat bo'lib, Jiang Jieshining maqsadi bor edi. 1928 yili 26 iyun Jiang Jieshi Hubeining shimolidagi Wuhanga kelgan.
Yangi vazifaga o'tirgan 4-chi Jitanjuning bosh qo'mondoni Li Zongren generallarga boshlamchilik qilib kutib olgan. Shu kuni kechda Li Zongren ziyofat berib, Jiang Jie'shini kutib olgan. Bu qitimliq ziyofatga Li Zongrenning qo'l ostidagi 3 general, 7-Junning Junjangi Shavi, 18-Junning Junjangi Taojun, 19-Junning Junjangi Hozongdolar qatnashmagan. Taojun, Hozongdo va Shavila Li Zongrenning qo'l ostidagi 3 qobiliyatli general. Ularning to'rtisi cho'q, lekin xarakterimi takabbur. Jiang Jie'shi Wuhan'ga borganda ular uchun Jiang Jie'shini kutib olish siyofatiga qatnashishni rad qilgan. Aroq ichib qo'y etish, o'zini tutib olmaslik, takabburlik ularning xarakteridagi yetarsizligi. Jiang Jie'shi bundan foydalanib Xonan voqeasini paydo qilib, Guangxi sistemasi bilan qarshilashishning bahanasini topgan. Hozir fursat kelgan bo'lib, Xonan voqeasining yuz berishi tasodifiy emas edi. Jiang Jie'shi Xejanga Hubeyga berish buyrug'i tushirib, ostirdan orini buzdi. Shuning bilan Shaviy qatorliqlar askar chiqarib, Changshaga hujum qildi. Jiang Jie'shi Li Zongrenning Xonan voqeasi sababidan Nanjingdan ayrilganligini bilib, vaziyatning o'zi planlagan yo'nalishda taraqqiy qilayotganligini sezdi. Shaviy qatorliqlarning o'z oldiga urush boshlaganligini Li Zongren bilib, gunohini tilasa, Shaviy qatorliqlar cho'qim harbiy qonun bo'yicha bir taraf qilinib, Guangxi sistemasining amaliy kuchi zo'r darajada ojizlashyapti. Agar Li Zongren o'zining odamini qo'g'disa, Jiang Jie'shi markazning nomi bilan askar chiqarib, qalaymiqonchilik qiladi. Hozir vaziyatning tashabbuskorlik huquqi Jiang Jie'shining qo'lida edi. Bir texmi atrofli plan uning kallasida paydo bo'ldi. Xonan voqeasi yuz bergandan keyin Li Zongren markazga telefon qilib, gunohini telegash istifa so'radi. Lekin Jiang Jie'shi buninglik bilan bo'ldi qilmadi. U qattiq talaffuzda so'zlab, 4 turlik talabni o'tirg'a qo'ydi. Birinchi, Wuhan sho'basini bekor qilish. Ikkinchi, 4-chi Jitanjuning bosh qo'mondonlik o'rnini bekor qilish. Uchinchi, har qaysi armiyalar o'z joyiga qaytib Xonanni qaytarish. 4-chi, Hubei Xonan ishki o'lka hukumatini o'zgartirib tashkillash. Shanxayda turayotgan Li Zongren Kuomintang partiyasi markaziy komitetiga qayta telefon qilib, Xonan o'lkalik hukumatning raisi Lu Dipingning turli jinoyatlarini tafsiliy bayon qilib, o'zining qo'l ostidagilarni qutuldirmoqchi bo'ldi. Shundaqla Jiang Jie'shi o'tirg'a qo'ygan talablarni rad qildi. Amaliyotda u dal Jiang Jie'shining damiga tushgan edi. 1929-yili 26 mart milliy hukumat rasmiy jazo yurish qilish buyrug'i tushirdi. Shu kuni Jiang Jie'shi bosh qo'mondonlik shtabi tashkilladi. Li Zongrenmi Guangxi sistemasidagi otliq askarlarga butun liniya bo'yicha mudofaada turish to'g'riliq buyruq tushirdi. Ikki taraf jangga jiddiy hozirlandi. Qattiq urush boshlanish oldida edi. Bu asli bir maydon kuch ko'rsatish hayvisi edi. O'ylamagan yerdan necha kundan keyin Jiang Jie'shi hech kuchimayla Wuhanni egalladi. Arqadalla Guangxi sistemasidan Hozongyi, Taojun qatorliqlar orqa-orqadan taslim bo'ldi. Baichongshi, Li Zongrenmi Shanganga qochib ketdi. Shimolga yurish qilish urushi mezgilidagi qo'rqinchli urushda natijasi ko'rinarli bo'lgan 4-chi Jitanjun bir oydala shundoq vayron bo'ldi. Bu zodi qandaq ish? Bu Jiang Jie'shi bilan Guangxi sistemasi urushi mezgilidagi ikki tarafning sab xaritasi. Guangxi sistemasining kuchi Guangdong, Guangxi tarafni ishg'ol qilib olgan edi. Xonan, Hubei toki Shanxay go'ngacha uzun yilon shaklida sab tuzgan edi. Jiang Jie'shining Guangxi sistemasini yo'qotishida strategiyasi bor. Buni oddiy qilib aytganda, kallasini elish, quyruqini kesish, qo'sqiga urush deyishga bo'ladi. Jiang Jie'shi qilishga tegishli bir ish Guangxi bilan Guangdongning qism munosabatini o'zish. Hubeiga yordam berishda Guangxi bilan Guangdongning dohisi Li Jishin Shanxayga berib, Li Zongren bilan Xonan voqeasini hal qilishdagi amal choralar ustida kengashmoqchi bo'ldi. U amdala Shanxayga berib turishiga Jiang Jie'shi uni Nanjingga kelib, bir necha yillar bilan ko'rishishga chaqirdi. Shuning bilan u yana ketib qoldi. Jiang Jie'shi Shanxayga o'tgan 4 nasarchining hammasi Kuomintang armiyasining peshqadamlari bo'lib ular Sayuanpei, Wu Juehui, Li Shizang, Jiang Jingjianglar edi. Ular Li Jishinni Nanjingdagi yig'inga chaqirdi. Bu chog'da Li Zongren Li Jishinni berishdan to'sib, Nanjingga qaytsang bo'lmaydi. Agar berib qolsang, Jiang Jie'shining qo'liga tushib qolasan, dedi. Anchada Wu Juehui qatorliqlar biz jinimiz bilan kafolat beramizki, Li Jishin Nanjingda ishdan bo'lmaydi. Agar biror ish bo'lib qolsa, sana men o'zimni ma'lum qilaman deb turib oldi. Bunday ahvolda Li Jishin amalsiz Nanjingga bordi. Li Jishin Nanjingga yetib kelgandan keyin Jiang Jie'shining uni kashlik ziyofatga chaqirganlik taklifnomasini topshirib oldi.
Әтсірге гезетке Лейжишин Таңшанға юйынғылы кәтті деген хабар бесілді. Лейжишин шуныңдан итибаран Нанjingda rejim ostiga ilindi. Jiang Jieshi buning bilan Guangxi sistemasining amaliy kuchini ajizlashtirib, Wuhanni yetim qoldirdi. Orqadan Jiang Jieshi yana tig' uchini keyingi nishonga, ya'ni Guangxi sistemasidagi temir uch burjakning biri Baichongxiga qaratdi. Baichongxi Guangxilik, uning belgilik harbiy iqtidori bo'lg'achqa kichik Zhuoliang degan nomi bor edi. Jiang Jieshi Li Zongrenning Guangxi sistemasining o'ti, Baichongxi dal uning ruhiy ishkanligini biladi. U ilgari ko'p qitim Baichongxi bilan aloqa qilib, uning iqtidorini bilgan. Shunga u atrofli plan tuzdi. Jiang Jieshi Baichongxining armiyasining ichiga o'zining odamlarini o'rinlashtirib etgan edi. Ular Baichongxiga azroq o'ch adovati bor sarkardalarni shimolga berishga nasihat qilib, Baichongxining askar kuchini tortib olmoqchi bo'ldi. Yana bir jihatdan Osirdan Baichongxiga beradigan oziq to'likni to'xtatib, Baichongxining qismi bilan Wuhan tarafining aloqasini o'zib qo'ydi. Bu chaqda Tianjinda turayotgan Baichongxi texi Jiang Jieshining suiqasd planlab, texicha janub tarafda Shaviy qatorliqlar bilan birlashib, o'ziga qaytarma hujum qilmoqchi bo'lganligidan bexabar edi. Baichongxining armiya ichida xeyli ko'p sodiq odamlar bo'lg'achqa, biri uningga Jiang Jieshining qismdagilarni setib olganligini, yana shpion avatib uni qaslamoqchi bo'lganligini, shunga uning tezdan ketishini aytdi. Baichongxi amalsiz yarim kechida paraxod bilan Tangodan Shanganga qochib berib oldi. Baichongxi paraxodga chiqib, paraxod ostiga biraqli kirib yushirindi. U sirtda nima ishlarni bo'layotganligini bilmaydi. Lekin paraxod qo'zg'algandan keyin Jiang Jieshi paraxodga chiqib, Baichongxini aqtirishni, paraxod qirg'oqqa yaqinlashgan hamon uni tirik qo'lga tushirishni o'ralashtirgan. Bu chaqda Shanxaydagi Li Zongren maxfiy uchurga ega bo'lgan. U mushundaq jiddiy ahvolda nimani o'ylaydi? Dengizda qanday qilish kerak? U albatta yaponiyaliklarning paraxodiga tayinib, Baichongxini elib chiqib ketishi kerak. Jiang Jieshi bilan Guangxi sistemasidagilar urush boshlaganda Li Zongren Shanxayda qoldi. Li Jishin Nanjingdan ketolmadi. Baichongxi yiroq yaqin yurtlarga ketdi. Buning bilan qo'shin qo'mondonsiz qoldi. Ularning faqat o'zlari uchun jang qilmoqdan boshqa amali yo'q edi. Aslida kuchdan kelib qolgan bir maydon jang birdilla bir taraf g'olib kelgan holatga tushib qoldi. Li Zongren ilojsizlikdan Hejian, Shaviy, Hozongdo tavjullarga buyruq tushirib, har qaysi yo'llardagi otliq askarlarning qo'mondonlari uchun qo'shinni tartibga solib, Jiang Jieshiga qarshi turib, oxirgi g'alabani qo'lga keltirishni aytdi. Hejian Li Zongrenning buyruqini topshirib olganda markaziy armiya hujumga o'tgan. Shuning bilan u darhol Jiang Jieshining 4-Junning junjangi bo'lib olib, Guangxi sistemasi qo'shinining chekinishiga imkoniyat bermagan. Jiang Jieshi dushmanning ikki qismidan qo'l selishga nihoyat mahir edi. Bu chog'da nurg'un oltin xajlab, Hubei qo'lqini qo'g'daydigan Guangxi sistemasi qo'shinining qo'mondonini setib olgan. Bu chog'da Hubei qo'lqini qo'g'daydigan Guangxi sistemasidagilarning qo'mondonimi safning oldida turib qo'zg'olon ko'tarishga, safning oldida turib qarshi tarafga taslim bo'lishga qo'shilgan. Bu chog'da urushda kimning g'alaba qilish, kimning yengilishini aniqlab bilgili bo'ladi. 1929 yili 4-ayning 1-kuni Shanxay sahiliga rangarang fanuslar esilib, Jiang Jieshining shpionlari kayib sapa, aysh ishratga berilib ketgan edi. Li Zongren avtomobilga o'ltirib, dangliq Jongo restoraniga g'izolanqili mangdi. U o'ltirgan avtomobilga bir pikap asta aygashdi. Li Zongren Jiang Jieshining o'zini bo'sh qo'yib etmaydiganligini biladi. Shunga bir kuni u Shanxaydagi Jongo restoraniga tamoq yegilib berib, restoranning ikkinchi qavatiga chiqib bir ayrimxonaga kirgan. Bu ayrimxonning oqishki bor bo'lg'achqa, bu ayrimxondan chiqib qarshi tarafdagi palampaydan tushib, soyliga qochib kelgan. Ondan bir motorliq qo'lvaqqa o'ltirib qochgan. Li Zongren motorliq kemaga chiqqanda kema tezdan yo'lga chiqdi. Kema Wosonghoga yetib kelganda angliyalik yo'lovchilar paraxodiga almashdi. Nihoyatda qiyin ahvolda qolgan Li Zongren Guangzhou tarafga qochdi. Jiang Jieshining shpionlari o'shini topganda Jongo restoranidagi ziyofatning bir to'zaq ekanligini, Li Zongrenning mushu ketgancha endi qaytib kelmaydiganligini bildi. Bu qaytish planini amaliyotda Shanxay shahrining boshlig'i Jiang Dongfan Li Zongren uchun o'rinlashtirgan. Chunki Jiang Dongfan Guangxi sistemasidan, shunga u Li Zongrenni maxfiy qochirib etgan. Necha oydan keyin Li Zongren bilan Baichongxi Shangangda tasoddifiy uchrashib qoldi. Biroq ularning aslidagi holatidan asarmi qolmagan edi. Shanxay Jiang Jieshining qo'liga o'tgan edi. Li Jishin yanala tutib turilayotgan edi. Yangidan vazifaga chiqqan Guangxi, Guangdong qo'mondonlarimi Jiang Jieshidan panohlik izdigashga Guangxi, Guangdong ittifoqi bichit bo'ldi. Li Zongren bilan Baichongxi ishgalanga Jiang Jieshiga qarshi turadigan yangi fursatning yetib kelishini kutmakdan boshqa amal yo'q edi.
Bir oy davomlashgan Jiangjeshi bilan Guangxi sistemasidagilarning urushi nihoyatda tezda oyoqlashdi. Jiangjeshi Guangxi sistemasidagilarning tavalligini asosiy jihatdan egallab bo'lgan edi. Jiangjeshi guruhining kuchi davomli zo'raydi. Uning qarshi chiqqanlarni yo'qotish qadamma-qadam tezlashdi. Uning keyingi raqobatchisi amaliy kuchi texmi zo'r bo'lgan G'arbiy Shimol armiyasining qo'mondoni Feng Yushang edi. Yang Yongtay o'ttirga qo'ygan atalmish iqtisod orqali ikkinchi Ji-20ni kontrol qilish yilisining ma'nosi nima? Jiangjeshi bilan Feng Yushang o'tirisidagi elishishda yana qandoq mazmunlar bor? Nazaringlar 5 qismlik chatma film o'tir tuzlanlik urushining 3-qismida bo'lsin. Haqiqiy xotirlarda haqiqiy dunyo xotirlanadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.